qondirsa. Deydilarki, qosh bo'lmasa, o'smaga ham bo'lmasdi-da ehtiyoj. Taxtga shohdir munosib, shohga esa tilla toj. Ohu yurgan adirda arslon yursa yarashmas, taroq bilan odamlar sochsiz boshni tanishmas. Do'st tutinar har odam, dil-dilga gar tushsamos, sevishmagan yigit qiz, gar bo'lmasa ehtiros. Yaxshi kunda yaxshi do'stlar yarashgaydir har doim. Yaxshi do'st tutinganlar omon bo'ling iloyim. So'zni so'zga ulayman, do'stlarga tilab umr, chin do'stlarni kutib olamiz davramizda birma-bir. Bular aytar dil izhor, kelin kuyovga yurakdan, to'yxonaga kirar fayz albatta, bular aytgan tilakdan. Bu omonat dunyoda yaxshi niyat so'z qolur, yaxshi yomon kuningda faqat eng yaxshi do'st qolur deymizda, eng yaxshi do'stlarni assalomu alaykum deya kutib olamiz. Xush kelibsizlar. Bugungi chiroyli tilaklarda biz aynan yoshlarimizni bugun sinovdan o'tkazamiz. Endi kelinimizni dugonasi, singlimiz bugun mehmon mana shu to'yxonada, mana shu xonadonda. Mana shu sababli biz esa Marjonaxon singlimizdan tilaklarni birinchilardan boshlar ekanmiz. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga avvalambor. Marjonaxon mana shunday hayajon bilan bo'lsa-da eng ajoyib tilaklarni bugun isbot etib barchani xushnud etdingiz, minnatdorchilik bildirib qolamiz. Endi barcha Bekzodjonni do'stlarini nigohi biz tomonda, aniqrog'i Sanjarbekda. Sanjarjonga so'zni beraylik. Sanjarning tilaklari ham bizni qoyil qoldirsa kerak. Marhamat. Assalomu alaykum. Mashaga yig'ilgan mehmonlar, Bekzodjonni to'yida o'tirganmiz. Barcha 99 nomidan tabriklayman. Musobaqa nomidan tabriklayman. Do'stim baxtli bo'ling. Rahmat deymizlar chiroyli tilaklardan so'ng esa davramizda raqs maydonchasiga kuyov jo'ralar ham birgalikda chiqasizlar. Marhamat.